Assalomu alaykum hammaga. Takrorlashni ikkinchi qismiga o'tamiz. Birinchi qismi hali kattaroq bo'lib ketdi. Ulovorsa juda ham katta bo'lib ketar ekan. Shunga endi verblardan boshlaymiz. Verb degani bu fe'l degani. O'zbek tilida fe'llarni bilasizlar, zamonlarga bo'lganmiz o'zbek tilida. Misol uchun hozirgi, o'tgan va kelasi. Ingliz tilida ham shunaqa bo'ladi. Prosta har bitta zamon o'zi 4 ga bo'linib ketgan. 4 qism. Kelasi ham hozirgi ham o'tgan zamon ham 4 qismga bo'lingan. Lekin har bitta qismdan faqat ikkitasiga ko'p ishlatiladi xolos. Ya'ni kelasi zamondan atiga bittasi, hozirgi zamondan 3 tasi, kelasi zamonda o'tgan zamondan bo'lsa ikkitasi ko'p ishlatiladi. Jami 6 ta zamon eng ko'p foizni tashkil qiladi. Aslida 5 ta zamon. Hozir bularni ko'rib chiqamiz. Dastlab fe'llar haqida umumiy ma'lumot berilgan. Ya'ni fe'l shunday so'zki, u gapda keladi va ta'riflaydi, tasvirlaydiki harakatni, gapdagi harakatni va u tanishtiradi holatni, vaziyatni, kimnidir yoki nimanidir gapdagi. Ya'ni gapdagi biror narsa yoki insonni harakatini, holatini tasvirlovchi so'z bu fe'l deyiladi. Qoida bo'yicha. Misol uchun Anna throws the ball. Ya'ni Anna irg'itdi to'pni. To'p irg'itdi. Ya'ni bu harakatni, ya'ni Annani harakatini tushuntirib beryapti. Ikkinchisi holat bo'lsa-chi, holatni tanishtirish, ya'ni introduction of condition. Biror bir holatning tanishtirish. Misol uchun Trent is very sick. Trent juda kasal. Ya'ni bir holatda turibdi. Bir holatdan ikkinchi holatga o'tsa bu harakatga to'g'ri keladi. Bir holatda umuman tursa bu holat bo'ladi, ya'ni shunaqa. Xo'p, harakat fe'llari ko'p. Bundan tashqari ular transitiv verblar deb ham ataladi. Misol uchun sotib olish, qidirish, yordam berish, yoqish, yo'qotish, o'qish, itarish, pul tortishidan adashmasam, push itarish, sell sotmoq, speak gapir, write tushuntirish, tushunmoq. Transitiv o'zbek tiliga tarjimasi o'timli fe'llar deb tarjima qilinar ekan. Ya'ni o'timli fe'l deb unga, ya'ni fe'lga ni, ga degan qo'shimchalar qo'shish mumkin. Misol uchun buy, nimani sotib olmoq. Sotib oldi gazetani. Qidirdi, nimani qidirdi, kitobni. Kimga yordam berdi? Bizga yordam berdi. Nima yoqmaydi? Cabbage, adashmasam. Gulkaram shunaqa. Nimani yo'qotdi? Pulini yo'qotdi. Nimani o'qiydi? O'qiyapti kitobni. Intransitiv bo'lsa bu o'timsiz fe'llar, ya'ni ga, nimaga, gada, ga qo'shimchalarini qo'shish shart emas. Misol uchun kelmoq bo'lsa qayerga keldi. Misol uchun qayerdan keldi. Partiyani bayramga keldi. Drive haydadi. Qanday haydadi? Nimani haydadi emas, balki qanday haydadi qo'shimchalar qo'shish mumkin. Ya'ni ga qo'shimchalarni olishi shart emas. Savol berilmaydi. Nimaga, kimga, qaysiga degan savollar berish shart emas. Undan boshqa savollar ham berish mumkin. Ya'ni drive degani haydamoq bo'lsa, biz juda tez haydayapmiz. Davomli zamonda bo'lyapti. Hozirgi. Misol uchun fly uchdik biz, bu yerga uchdik Parijdan. Qayerdan? Go kelyapmiz uyga kelyapmiz. Misol uchun jam sakramoq. Dan sakradik. Shunday. Buni ingliz tilida juda ahamiyati yo'q, lekin boshqa tillarda bo'lishi mumkin. Lekin speakingga borgan sari ahamiyati bo'lmaydi. Keyingisi linking verb, ya'ni bog'lovchi.
Ya'ni ular asosiy obyektni olmaydi va ular ko'proq adjektiv orqali undan keyin adjektiv ergashadi. Bu fe'llar odatda sifat chaqiradi degandek. Misol uchun be, become, feel, grow, look, seem, smell, sound, taste. Bir ko'rinish bo'lishi kerak. The boy ko'rinyapti, bu bola ko'rinyapti, juda well, yaxshi. Misol uchun good otdan oldin noun chaqirsa, well bo'lsa bu fe'l chaqiradi. Fe'lga nisbatan yaxshi degani. Ya'ni ko'rinishi yaxshi, harakati yaxshi, o'qishi yaxshi da well ishlatiladigan bo'lsa, misol uchun yaxshi kitob, yaxshi kiyim, yaxshi ruchka bo'ladigan bo'lsa good ishlatiladi. Misol uchun be, I am hungry. Men ochman. Ya'ni qornim to'q emas ma'nosida. Become weather, the weather becomes bad. Ya'ni ob-havo bo'lib qoldi yomon. Ya'ni oldin yaxshi edi, keyin yomon holat, ya'ni a holatdan b holatga o'tgan become bo'ldi. I am hungry bo'lsa, to'g'ri och holatdan to'q holatga o'tdi, lekin bu bir maromda turadi. Lekin ob-havo yomon holatdan birdaniga o'zgarishi mumkin. O'zgarish tezligi baland bo'ladi. Misol uchun feel, it feels hot. Ya'ni bu joyda ko'proq, mana most often degani ko'p holatda ergashtiradi, ya'ni o'zidan keyin keladi sifat. Bu fe'llarning odatda sifat keladi. Misol uchun ayrim careful, ehtiyot bo'ling. Ayrim linking verblar ikkita holatda ham foydalanish mumkin. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri o'timli va linking holatda. Misol uchun uni terisini siqildi va u siqildi o'tkir og'riqni. Sharp pain. Misol uchun skyda bulutlar ko'payyapti. Bulutli osmonda bulutli holat va we grow vegetables, ya'ni biz sabzavot yetishtiramiz, o'stiramiz degan ma'no. Ya'ni ikki xil ma'noda kelishi ham mumkin. Bu undan keyin kelayotgan so'zga qarab bo'ladi. Agar undan keyin sifat bo'lsa, bu linking verb. Agar undan keyin ot keladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri bu transitiv, ya'ni o'tmali fe'lga to'g'ri kelib qoladi. Misol keltirilgan emizarda qanday bo'ladi desa, unda emizardan keyin sifat keladigan bo'lsa, bu linking verb. Undan keyin ot keladigan bo'lsa, bu transitiv, ya'ni o'tmali fe'lga to'g'ri keladi. Mana present tense, hozirgi zamon. Buni tushuntirishdan oldin to be deb biroz tushuntirib qo'yaman. I, you, he, she, it. Ya'ni to be fe'li hozirgi zamonda. We, you, say. Ya'ni pastlik. To be fe'li, hop, I'da am bo'ladi. You are bo'ladi. He, she, itda bo'lsa is bo'ladi. We, they da bo'lsa are bo'ladi. Hop, endi present tense bo'ladigan bo'lsa, hozirgi zamonda hop ishlatamiz deyilgan odatiy qilinayotgan ish harakatlarga, faktlarga ishlatilinadi. Unda tashqari yana qo'shimcha nimalar bor? U keyinroq o'tiladi. Ya'ni doimiy qiladigan ishlarimizga va u fakt bo'lishi kerak, o'zgarmaydigan. Endi qoida bo'yicha tushuntiradigan bo'lsak, bir qancha tillarda hozirgi zamon juda murakkab. Har
har bitta mana pronoun talab qiladi deyapti. Turli xil verbni yakunlaydigan qo'shimchalarni. Bu ingliz tili ham nisbatan osonroq qolgan tillarga nisbatan haqiqatda shunaqa. Faqatgina uchinchi shaxsda s yoki es oladi. Bu fe'l qanday tugashiga qarab bo'ladi. Agar double s bilan tugaydigan bo'lsa es oladi. Bu yerda x ham bor. Qolganlari olmaydi. Lekin bu yerda nima bor? Qo'shimcha verblar, ya'ni qo'shimcha ma'no beradigan verblar odatda hamma shaxsda deyarli bir xil o'zgarmaydi. Bu yerda shunday yozgan. Can special maxsus yordamchi fe'l u hech qachon bo'lmaydi. Ending changes, ya'ni fe'lning oxiri o'zgarmaydi. Boshqa auxiliary yordamchi fe'llar ham bir xil bo'ladi. Ya'ni can bilan mustga o'xshab. Uni keyin o'tamiz. Bu yerda have'niki ham bor, ya'ni have ya'ni bor bo'lmoq, menda bor deb demoqchi bo'lsak have bilan ishlatamiz. He, she, it, has qolgan hammasida have bo'ladi. Bu. Endi bu emizar tushuntirdim. Question forma, ya'ni savol formasi. Savol formasi darak formasini de verbni oldinga chiqishi bilan bo'ladi. Present tense'da yani shu joyda bir qiziq joy bor. To be bilan present tense'da sal farqi bo'ladi. Zo'r biroz texnik xatolik ketib qoldi. Grammatik xatolik menda. Hop, present tense'da savol formasi sal farq qiladi. Ya'ni to be uchun alohida savol forma va qolgan verblar uchun alohida savol forma mavjud. To be uchun savol forma qanday bo'ladi? I am late. Men kech qoldim. Kech qolganman. Savol formada am oldinga chiqadi. Ya'ni uchinchi tartibda. She is his sister. Ya'ni u uning opasi. Ya'ni Sayyora Gulira'ning opasi degan ma'noda. Ya'ni is oldinga chiqadi, bu joyda keltirilgan. They are from Puerto Rico. Are they from Puerto Rico? Ular Puerto Ricodanmi? Ya'ni are oldinga chiqadi. Qolganlarida bo'lsa do does ishga tushadi, ya'ni do does formalari. Ya'ni ajratib olish uchun aytaman. Do does keladigan bo'lsa savol formada do doim does bo'lsa does o'qiladi. He, she, itlar uchun. Misol uchun deydi, JQS has a new job. Unda yangi kasb bor. Savol bo'ladi. Savol formasi qanday bo'ladi? Does JQS have a new job? Ya'ni unda yangi kasb bormi deb does'da beryapti. Endi you bo'ladigan bo'lsa do kelyapti. You see the ocean. You see the ocean. Ya'ni okean ko'rganmisiz? Siz okean ko'rgansiz. She likes my brother. Unga men akam yoqadi. Does she like my brother? U akamni yoqtiradimi? Shunday ma'noda. Endi navbat negativ forma, ya'ni inkor ma'nosiga. To be uchun alohida doimgidek, to be uchun not, ya'ni I am not, ya'ni not qo'shiladi. Unda tashqari uni qisqartma versiyasi ham bor. Ya'ni I am, you are, your deb ketiladi. Lekin you are bo'ladi odatda. Undan keyingi misol uchun you are not bo'lsa, you are not, she isn't not, she is yoziladi, not. Shunday tartibda. Endi qolgan
fe'llarda bo'lsa do doesn't bo'ladi. I like hot milk. Menga sut yoqadi. I don't like hot milk. Menga sut yoqmaydi. She has my books. Unda bor mening kitoblarim. She doesn't not have many books. Ya'ni unda mening kitoblarim yo'q, mavjud emas, ega emas, ega bo'lmagan ma'nosida kelyapti. Qolganlari ham shunday. He, she, itga does, qolganlariga do. Does, do. Qiziq narsani ham bergan ekan. Negativ forma inkor bilan qo'shilsa nima bo'ladi? Negativ forma savol bilan qo'shilsa nima bo'ladi? Ya'ni bilmaymanmi degan ma'noda yoki qilolmayman, menda mavjud emasmi degan ma'noda. Ya'ni you don't know bilmaydi. You not know. Ya'ni you don't know, siz bilmaysiz. Siz bilmaysizmi deb savol formaga aylantiryapti. Inkorni savol formasi. Mary doesn't have. Does not have. Does Mary not have? Ya'ni Mary'da mavjud emas. Mary'da mavjud emasmi deb so'raydi. Endi tushundik qanday bo'ladi desa, ya'ni do does siz holatda bo'ladi doimgidek. I am not. Am I not? She is not. Is she not? Undan keyin oltita sifat keladi. Ya'ni böyle negativ gap, negativ savol. Namunada beryapti. She doesn't like him. U yoqtirmaydi uni. Odatda erkak kishini nisbatan aytilyapti. We don't want it. Ya'ni uni kutmaymiz. Odatda misol avtobus bo'ladigan bo'lsa, biz taksida ketamiz. Don't we not want it. Uni kutmaymizmi? Biz uni kutmaymiz, uni kutmaymizmi? Ya'ni o'qimaymizmi, uxlamaymizmi desa, shunday tartibda bo'ladi. Present zamonlarini shakllari deb keltirilyapti. Presentni 3 xil shaklda, ya'ni inglizchada bor 3 ta yo'l ekspress ifoda qilishda present zamonlari. Siz undan bittasini o'zingiz bilasiz, ya'ni tepada hozir aytilgani. Ya'ni I sing, we go, he has, she is. Endi qolgan ikkinchisi present has. Ya'ni ko'proq soddaroq qilib aytganda bu present continuous haqida gapiryapti bu ikkinchisida. Ya'ni bu shunday informatsiya forma shakliki, u shunday ma'no bildiradi. Harakat ma'lum bir jarayonda va u shunday fe'lda harakatini bildiryaptiki, u tugamagan. Ma'lum bir jarayonda ketyapti. Uchinchisi bo'lsa, bu urg'u berish. Bir insonni holatiga qarama-qarshi javob yoki to'g'ridan-to'g'ri qo'llash ma'nosida. Uni shunday holat negativ bo'lishi mumkin. Siz javob esa pozitiv yoki pozitiv bo'ladi, uni javob negativ bo'ladi. Misollarni ko'ramiz hozir. Misol uchun, birinchisi bu biz aytayotgan present simple, hozirgi zamon, bu habitual statements. Nimanidir doim qilib kelinadi. Misol uchun, I speak English. Men inglizcha gapiraman. We go to school yoki university. They play soccer. Ya'ni bu amerikanchadan keyin o'zi inglizchada futbol bo'ladi. Futbol bo'ladi. Ular doim qilib kelinadi. Ma'lum bir harakat. Ikkinchisi bu present continuous deb demagan. Bu yerda in progress, ya'ni tugallanmagan ish harakatlar. I am speaking English. Men inglizcha gapiryapman, hali tugamadi. We are going to school. Men maktabga ketyapman, hali maktabga yetib bormadim. Ular futbol o'ynayapti, hali futbol tugamadi. Endi empatik, ya'ni urg'u berish bo'lsa, you don't speak English. Sen yoki siz inglizcha gapira olmaysiz. I do speak English. Men inglizcha gapira olaman. Yoki odatda bu ishlatilmaydi. Men hali ko'rmadim. Lekin mana bu ikkalasi ko'p ishlatiladi. Ingliz tilida o'zi 5 ta zamon bor, eng ko'p ishlatiladigan. Birinchisi bu
present simple, present continuous, present perfect, endi past perfect, past simple, future simple. Eng ko'p ishlatiladigan shu 5 ta zamon bor. Shularni yaxshi avtomat holatga keltirilsa, odatda 80% gapingiz shu 5 ta zamon orqali ifoda qilinadi. Qolganlari endi qo'shimcha, misol uchun 10 ta, 12 ta gap gapirasiz, qolgan zamonlar bitta gap bo'lishi mumkin xolos. 12 ta gapingizda bitta shu zamon. Qolganini mana shu 5 ta zamonning ichidan bo'ladi. Shuning uchun 5 ta zamonni yaxshiroq o'zlashtirish kerak. Bu joyda ravishlardan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni ular harakatni qanchalik tez bajarilishini aytib o'tadi degan. Hozir ushbu verblarni hafta kunlarida necha martadan foydalanish qilib ajratilgan. Misol uchun haftada 7 kun ishlatiladigan, 7 kun qiladigan ishingiz bo'lsa, every day live ishlatasiz. Agar haftada 4-6 kun ishlatiladigan qiladigan harakatingiz bo'lsa, often, usually yoki frequently, tez deb tarjima qilinadi hammasi. Haftada 3-4 kun qilinadigan sometimes, haftada 1-2 kun bo'lsa rare yoki haftada deyarli qilmaydigan bo'lsangiz, bu never ishlatilinadi. Odatda umringizda umuman qilmagan ishlaringiz bo'lsa ham never ishlatilinadi. Past simple o'tgan zamon hozirgi zamonni o'tgani, ya'ni o'tgan zamonda bo'lgan ish harakat holatini bildiradi. Bu ham shunga bu yerda ham keltirgan 3 ta holatni. Misol uchun habitual yoki frequent action, ya'ni odatiy yoki tez bajariladigan ish harakatlar deb keltirilgan. Keyingi tugallanmagan shunday harakatki progress yoki tugamagan. Oxirgisi urg'u berilgan gap. O'tgan zamonda hozirgi zamondek bir xil bo'ladi, faqat ayrim o'zgarishlar bor. Birinchisi bu agar fe'lning oxiri bu yerda keltirilyapti y bilan tugasa va oxiriga ed qo'shimchasi qo'shilganda o'zgaradi degan. Ya'ni carry degan fe'l carried ga o'zgarish uchun o'zimiz bilganda y tushib qoladi, i qo'shiladi. O'tgan zamon hosil qilishda fe'llarda o'tgan zamon hosil qilishda ikkita usuli bor. Birinchisi bu to'g'ridan to'g'ri, ya'ni ed qo'shimchasi qo'shilishi. Ya'ni call, ya'ni telefonni chaqirmoq bo'lsa, u call bo'ladi, telefonni qo'ng'iroq qilgan bo'ladi. Yoki mana bu yerda helped, yordam, work, ishlamoq, ishlagan. Ya'ni keyingisi bular regular verb deyiladi. Keyingisi to'g'ridan to'g'ri id oladigan fe'llar deyiladi. Id olayotganda o'sha misol degan qo'shimchasi bor, ya'ni bizning tilda y harfi bilan tugasa ed emas, balki id qo'shimchasi olinadi. Keyingisi irregular verb. Ularni to'g'ridan to'g'ri id qo'sha olmaysiz, balki ularning o'tgan zamon shakli bor o'zini. Misol uchun bu yerdagi was, were, break sindirmoqdiki broke, qurmoqdiki built, buy, bought, cut. Endi cutga o'zgarmagan. Bir ikkita fe'ldagi shunday o'zgarmaydi. Do'diki did. Misol uchun make'diki made, bajarmoq u ham. Xo'p, uchmoq, qidirmoq shunday. Agar siz irregular verb foydalanmoqchi bo'lsangiz, mana shulardan foydalanasiz, id qo'shmaysiz. Agar misol uchun find so'zini irregular verbda past shaklida found bo'ladigan bo'lsa, siz find it deb yoza olmaysiz. Bu grammatik xato bo'ladi. Balki found, ya'ni I found deb yozilishi kerak. Bundan ko'ra, ya'ni bu xato degan. I found it desangiz xato bo'ladi. I speak it desangiz xato bo'ladi. I spoke bor. Keyingisi bu was, were, ya'ni be'ni o'tgan zamoni orqali ajratiladigan hosil qilinadigan past continuous, ya'ni o'tgan davomli zamon. Misol keltiryapti. I was speaking English. Men inglizchada gapira olar edim o'tgan zamonda. Men maktabga ketayotgan edim kecha, misol uchun. They are playing soccer, ya'ni ular futbol o'ynashayotgan edi. Ya'ni o'tgan zamon shakli. Hozirgi davomli zamon ekan, present continuous.
Ya'ni bu hozir present bilan pastni solishtiryapti. Bu artikel yoqdimi, ya'ni maqola yoqdimi? Bu maqola yoqqan edimi? Siz tushunmadingiz. Siz tushunmadingiz. Siz tushunmagan edingiz. Ya'ni ustoz dars o'tayotganda bitta mavzuni tushuntiradi. Misol uchun, present simple'ni tushundingizmi deb darsda so'raydi. Ertasi kuni vazifa so'rayotganda sizlar present simple tushundinglarmi? Tushunganmisiz? Deb. Ya'ni didn't, don't farqi shunda.